Qadrlilar, assalomu alaykum. Hamma videosida bir narsani reklama qilsa, narxini oxirida aytsa, biz boshida aytamiz. Like bosib turasizlar. Gul pastavkalarimiz sizlar uchun profilli gul pastavkamiz. Profili 2 gigga 1,5 stenkalik, o'ta baquvvat qilib ishlangan. Narxi 450 ming so'm. Ularga turganlar ham shu bilan bir xil. Endi yurachali variantlari 10 ga 10 trubda ishlab chiqarilgan, gullari nazarda kesilgan, kraskalari qimmat kraskalardan bo'lgan gul pastavkamiz narxi 450 ming so'm. Buniki ham. Keyingisi xuddi shu gul pastavkamiz birga bir ishlangan varianti narxi 350 ming so'm. Nima sababdan narxi arzon deb o'ylashlaringiz mumkin? Men sizlarga farqini ko'rsatib beraman. 450 ming so'mlik pastavkamiz birga bir ishlangan varianti. Faqat buni simi bunikiga qaraganda nisbatan ingichkaroq. Shuning uchun narxi ham o'shanga qarab arzonlashib boraveradi. Keyingi pastavkamiz xuddi shu pastavkalar bilan bir xil, loychasi bitta. 6 dona gul sotsangiz bo'ladi. Bu gul pastavkamiz narxi 250 ming so'm. Kimga shunaqa gul pastavkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Hammalaringga rahmat. Gaplashamiz.